Assalomu alaykum do'stlar. Mana yana bir xizmatimizni o'z nihoyasiga yetkazmoqdamiz. Bu xizmatimizda faqatgina oppoq tunkalarimizdan foydalangan holda ko'cha shapka, kaziroy, dorixona va ichki shapkalarni qilib berganmiz. Mana ko'rib turganingizdek ko'cha shapkalari juda ham go'zal holatda qilib bitirib berilgan. Hattoki karnizlari ham, qoshlari ham oq rangda bo'lgan. Faqatgina choksiz tannularimizni pokli rangda qilib berganmiz. Mana azizlar, dorixonalarni ham ko'rishingiz mumkin. Dorixonalarga ham faqatgina oq tunkalarimizdan foydalangan holda juda ham go'zal holatda qilib bitirib berganmiz. Azizlar, eslatib o'taman, joyning kvadratdan tunka fonimizning kvadrati ko'proq ketadi. Chunki tunka fonda bukilish va qarilishlari ham bor. Shularni ham inobatga olib qo'yamiz. Mana azizlar, ichki shapkalarni ham ko'rishingiz mumkin. Ichki shapkalarga ham faqatgina oq tunkalarimizdan foydalangan holda juda ham go'zal holatda qilib bitirib berganmiz. Afishkalarni ham yopib go'zal holatda qilib bitirib berganmiz. Azizlar, biz faqatgina vodiy bo'ylab ishlarimizni amalga oshirayotgan edik. Endi Sirdaryo, Samarqand, Jizzax bo'ylab ham ish boshladik. Shu yerlardan bo'lsangiz ham ekrandagi raqamlarga ikkilanmasdan bemalol bog'lanishingiz mumkin. Telegram va WhatsApplarimiz ham bor. Musofirda bo'lsangiz ham bemalol bog'lanishingiz mumkin. Azizlar, ishimizni ko'rib o'z fikringizni kommentariyada qoldirib qo'ying va bu videoni uyga tunka fon qildirmoqchi bo'lib yurgan tanishingizga albatta jo'natib qo'ying.